Hammaga xayrli kun. Gruppamizda ilk bora video chat qilishga qaror qildim. Kelaylik yana bir bora tanishib olamiz. Ismim Zebi Niso. Yoshim 34 ga to'laman 2 oydan keyin. Gruppada menimcha yuqoridagi ma'lumotlarni ko'rib, videolarni ko'rib bilasizlar nima bilan shug'ullanishimni. Ya'ni Gerbalife kompaniyasining mustaqil hamkori va mamnun mijozi sifatida aytishim mumkin. Natijam -20 kilogramm. Farzandim tug'ilgandan keyin, ya'ni homiladorlik davrida ortiqcha vazn to'pladim va undan keyin semizlik va lishniy vес nimaligini bildim. Mana shu mavzuda bugun sizlar bilan suhbatlashmoqchiman. Agarda kimda kim savollari bo'lsa, bemalol audio formati yoki video formatda savol yoki murojaatlaringizni qoldirishinglar mumkin. Demak, aytib o'tganimdek, ortiqcha vaznda homiladorlik davrida va tug'ruqdan keyin yuzaga keldi. Gerbalife mahsulotlari bilan esa 2010-yildan beri tanishman. Sababchisi esa onam. Aynan onam ham ukam tug'ilgandan keyin ortiqcha vazn yiqqanlar va ko'p yillar mobaynida, ya'ni 5-6 yil mobaynida o'sha ortiqcha vaznni qanday qilib ketkazish yo'llarini izlaganlar, har xil diyetalar qilib ko'rganlar, har xil ochlik metodlarini qo'llagan hamda dori, ya'ni o'sha payti 2009-10-yillar atrofida bomba deb nomlangan tabletkalar ham bo'lardi, umuman ishtahani yo'q qiladigan. Xullas, mana shunday metodlarni qo'llaganlar onam va men guvoh bo'lganman. Ulardan bir kuni, ya'ni izlanib oxiri o'sha ortiqcha vazndan qutulish maqsadida raqsga to'garagiga borardik birgalikda. Har xil xorazmcha, milliy, zamonaviy raqslar. Asosiy maqsad o'sha ortiqcha vazndan xalos bo'lish edi. Ya'ni harakat qo'shilganda bilamiz, natija bo'ladi. Bu yaxshi albatta, ya'ni harakatda sport qo'shsak, raqs mashg'ulotlar qo'shganimizda bu yaxshi foyda beradi. Lekin biroq ovqatlanish madaniyatimizni toki korreksiya qilmagunimizcha xohlagandek natija bo'lmaydi. Aynan o'sha davrda onam duch kelganlar, bir o'sha raqs to'garagiga boradigan inson tavsiya etganki, mana Toshkentda bo'lyapti bu hamma voqealar. Chunki asli o'zi qarshilikmiz, lekin 2003-yildan beri dadam ishlari ko'chganligi uchun Toshkent shahriga ko'chib ketganmiz. Endi bu Toshkentda bo'ladigan voqealar shunda maslahat bergan. O'sha Yunusobodda to'g'ri ovqatlanish to'garagi bor deb, to'g'rirog'i vizitka. U inson, ya'ni onamga tavsiya etgan, vizitka bergan hozirda ham Gerbalife kompaniyasini mustaqil hamkori necha yillardan beri. Yoshlari 65dan oshgan. Demak, onamga tavsiya berganlardan keyin onam borganlar o'sha vizitka bo'yicha. Chunki vizitkada to'g'ri ovqatlanish, uroki правильного питания, ya'ni to'g'ri ovqatlanish darslari to'garagi edi. Maslahat berilgan kunlardan bir kuni onam borganlar, xolamlar bilan va onamning onalari bilan, momam bilan birga borishgan. Vazn o'sha davrda xolamda ham bor edi, u kishi ham farzanddan keyin ayniqsa lishniy vес bo'lgan, shu muammo bitta bo'lgan. Keyin birgalashib borishgan.
nimagadir o'sha momentda insonlarda ko'pchilikda eshitilardi, quloqqa chalinardi Gerbalayev debda, lekin hozir bir qarab ko'ray, savollar bor ekan shekilli. Tak, xayolim ozgina bo'ldi. O'sha vaqtda Gerbalayev haqida, ya'ni men ham maktab davrida judayam yuz muammolari bo'lgan, ya'ni kosmetologik, bu bilamiz, ugrit toshishi, o'sha воспалительный protsesslar yuzda. Men bu borada judayam aziyat chekkanman, to'g'risi. Bu nafaqat bu tashqi ko'rinishdagi nima, ichki psixologik, bu ham insonga juda salbiy ta'sir qiladigan, ayniqsa qiz bola uchun. Maktab o'qib yurgan davrlarimda, o'sha 10-11 sinflarda menda muammolar boshlangan. O'sha davrda meni bir qalin o'rtog'im menga maslahat bergan. U eshitgan, uni oilasidan kimdir iste'mol qilib ko'rgan, menga aytardi, shu Gerbalayevmi, Gidrolayevmi degan mahsulotlari bor, ichib ko'r, foydasi beradi, очистка qiladi va hokazo degan eng birinchi nimani gaplarni o'shanda eshitganman, lekin men u paytgacha juda ham ko'p dorilar ichganman, to'g'risi. Nima deydi, har xil metodlarni qilib ko'rganman, ham tashqi tarafdan yuzga uxot qilish, aynan mana shu muammolardan qutulish uchun ham ichki muammo bo'lgan. Menda nima deydi, предязвенное состояние, oshqozonni, ya'ni yazvagacha oz qolgan darajasigacha bo'lgan menda muammo. Ko'p shifokorlarga murojaat qilganman, lekin bilmaganmanki, bu mani o'sha yuzimdagi muammolar yoki hazm qilish sistemadagi muammolar aynan mana shu biz nima yeb ichganimizga bog'liq ekanligini bilamiz, lekin aynan shu, ya'ni to'g'rilab ovqatlanish madaniyatimizni to'g'irlaganimizda hamma muammolar bartaraf etilishini ko'p e'tibor qilmaymiz. Xuddi shunday ortiqcha vazn ham o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Ko'pchilikda shunday bir bahona borki, gormonal o'zgarish bo'ldi, men qanaqadir dori-darmon ichdim, o'shaning uchun men yana battar semirib ketdim debda. Ya'ni o'sha dori ichishgacha bo'lgan jarayonda ham o'zi tanamizdagi o'sha moddalar almashinuvi umuman buzilish bo'lgan. Aynan nima sabab? Ya'ni biz o'sha nima yeganligimiz sababli bo'lgan. Xullas, 2009-yillarda onam bilan xolamlar borishgan o'sha birinchi konsultatsiyaga. Onam ustozlari Lena ustoz. Juda ham ajoyib inson. Xullas, birinchi prezentatsiya va ya'ni birinchi nolvoy darslik deydi. To'g'ri ovqatlanish haqidagi ma'lumotlarni bera boshlagandan keyin va hech qanaqa Gerbalayev mahsulotini tiqishtirmaganligidan keyin haqiqatdan odamni ongida qanaqadir bir tushuncha paydo bo'ladiki, bizni nima deydi, har kunlik bizni yeb ichganimiz qanchalik bizni tanamizga, bizni sog'lig'imizga, psixologik holatimizga ta'sir qilishini. Endi o'sha yillardan beri xullas tanishman. Mahsulot bilan onam sababli bo'lgan. Onamning natijalari -16 kilogramm. Menda esa -20 kilogramm. Deylik, menda o'sha paytda ortiqcha vazn bo'lmagan, 2010-yillarda. Menda mana shu oshqozon hazm qilish sistemasi bo'yicha kimda kim qavsiyat bilan tanish bo'lsa, kimda kim ovqat hazm qilish yomonligi bilan tanish bo'lsa, bilasizlar bu qanaqangi holat, hamda o'sha предязвенный gastroenterokolit degan diagnoz bilan umuman bir ovqatdan maza qilish hissi bo'lmasida spazmlar, og'riqlar bo'lar edi. Undan so'ng maktab bitirilgandan keyin o'sha abituriyentlik davrida podgotovka bo'lardi universitetga. Men
Toshkent tibbiyot hozirda akademiyasi bo'lgan stomatologiya fakulteti bo'yicha 3 yil kirishga harakat qilganman. Aynan bilasizlar, bu ximiya, biologiya va boshqa fanlar, которые juda qiyin. Bu ham moralni odamni ezadi. O'sha payt yana pitaniya umuman nosog'lom, noto'g'ri, suv ichish rejimi yo'q, lekin ertayu kech testlarni ishlash kerak, kallani ishlatish kerak. Bu bechora kalla suvsiz qolgan bo'lsa, to'g'ri oziqasiz qolgan bo'lsa, endi tasavvur qilaylik o'sha ahvolga. Shunday bo'lsa ham birinchi yilda yuqori ball olganman. Keyin esa yana 2 yil davomida harakat qilganman, bo'lmagan. Va oxir-oqibat 2013-yilda turmushga chiqdim. Qarshiga yana qaytib keldim. 2014-yilda farzandli bo'ldim. O'g'lim hozirda 10 yoshda. Ramzan ismi, futbolist. U ham yoshligidan giyohvand mahsulotlarida o'sgan. Men homiladorlik davrimda ham iste'mol qilganman, qo'rqmasdan. Hatto turmush o'rtog'imda va qaynonamlarda qandaydir endi menga aytishmasdi ochiqdan-ochiqga, lekin ichki qanaqadir xavotir bo'lardi. Ya'ni homiladorlik davrida bu giyohvand mahsulotini ichsa yaxshi, nima deydi? Juda ijobiy qarashda bo'lishmagan, hech aytishmagan, no bilardim. Va turmush qurganimizdan keyin xo'jayinim ham 103 kilogrammli, eng birinchi o'rinda o'qishni ham taroziga qo'yganman. 103 kilogramm vaznda bo'lganlar. Keyin men endi yangi oilaga kirdim, ularni nima deydi? Ovqatlanish madaniyatini kuzata boshladim. Bildimki, anchagina korrektirovka qilish kerak, chunki aslida biz ham xuddi shunday tartibda, ya'ni kechga asosiy ujinga asosiy diqqatni qaratiladi, ya'ni kun davomida obed bo'ladi, zavtrak bo'ladimi yo'qmi, lekin ujinga borib oilaviy davrada qovurilgan go'shtmi, xamirli ovqatlarmi, taomlarmi, xullas hammasi aynan kechki vaqtga udarение berilardi-da, urg'u berilardi. Chunki hamma ishdan keyin yig'ilishib, ana shu sababdan, ya'ni bizda ham xuddi shu, обязательно shirinlik uyda bo'lishi kerak, обязательно pechёный bo'lishi kerak. Men onam juda ham qo'llari gul, aynan konditer, ya'ni qandolat mahsulotlari bo'yicha tortlar, pirojnoye, pechenye va hokazo. Ya'ni mana shu tartibda men ham katta bo'lganman. Qarshida yashaganimizda momam, buvamlar bilan birga yashaganmiz. Eslayman, yoshligimda o'sha tandirda nonlar yopilar, onam обязательно пряник yoki pechenye, parvarda, konfet, hamma har doim, ya'ni dasturxonda bo'lgan. Mana shunda katta bo'lganmiz. Har xil pechaklar, yupqalar, meni momam bilan ham juda, dadamni onalari juda usta pazanda mana shu yupqa, pechak, bo'g'irsoq va hokazo mana shunaqa xamirli taomlarda, ya'ni mana shu kulturada o'sganman. Va xuddi shunday Toshkentga ko'chib kelganimizdan keyin ham, lekin kardinalniy o'zgarish boshlandi, когда onam bilan to'g'ri ovqatlanish darslariga borganda, har hafta payshanba kuni bo'lardi, ketardilar. Biza uchun endi uy bekasi bo'lgan ona har hafta qayergadir ketishlari, to'g'risi qaysidir ma'noda xuddi bir narsamizni yo'qotib qo'ygandek bo'lardi. Chunki onam ertalabdan bizni maktabga jo'natadilar, maktabdan kutib oladilar, ovqat tayyor va shu tartibda, xuddi hozirgi kunda ham ko'pchilik uy bekalarimiz kabi. Shunday bo'lgandan keyin qanaqadir ichimizda bir tarafdan nima deydi, ishonchsizlik balkim bo'lardi, chunki borib kelinadi dars bilan, qanaqadir bir prosta dars tinglash bilan nimani o'zgartirish mumkin, qanday qilib ozish mumkin, yoki ratsionlariga Gerbalife'ni qo'shganlaridan keyin, ya'ni har hafta davomida ozgan insonlarga ularning sovrin bo'lardi, kokteyl, bir porsiya, ya'ni bir banka emas, bir porsiya kokteyl va choy, o'sha nima deydi, ozgan natijasi ko'proq bo'lgan insonga sovrin sifatida berilardi. O'shani kelib men hayron qolardim, qanaqa parashochik bu, nima foyda beradi u, qanaqa qilib odamni
ishtahasi-yu kayfiyatiga ta'sir qiladi deb o'ylardim, lekin haqiqatdan vaqt o'tib 3 oy davomida ko'rdim onamda natijani. Bundan juda ham xursand edim. Ham kayfiyat o'zgaradi, ham tanasi o'zgaradi. Onamlarni man chunki uyda ko'rganman-da, ya'ni qanaqa endi ko'pchilik ayollar yaxshi ko'radi, nima deydi, bir keng narsalarni, ya'ni ortiqcha vazn, qorinni ko'rsatmaslik uchun, ya'ni ko'chada yurganimizda vроде vizuально korsetlar toqiladi, lekin uydagi расслабленность holatda faqat yaqinlarimiz ko'rishadi. Вот, o'shanda man haqiqatdan ko'z oldimda onam erishni boshladilar. Va ana shu zaylda endi xolamlar ham kelib qatnashib ketishgan, ular ham shu mavzudan xabardor. Telefon orqali onam aytib turardilar, mana shunaqa bo'ldi darsda mana shunaqa dedi, oqsil nimaligini bildik, uglevod nimaligini bildik, kletchatka nimaligini bildik, mikro makro element nimaligini bildik, mosh, loviya, guruch qanchalik uni foydaligi va hokazo kabi ma'lumotlarga ega bo'la boshladik. Xolamlar ham xuddi shunday aloqada, onalari bilan, xolamlar bilan. Endi bu Toshkentda bo'lyapti bu jarayon. Qaysidir bir tadbirga borib, Qarshiga borganimizda xolamlar ko'rishyapti. Endi bir oy, 1,5 oy уже farq, o'zgarish seziladi. Ko'rmagan odamlar birdaniga bilinadi. Shunda xolamlar ham istab qolishdi, xohlashdi. Chunki ikkita xolam bor. Ikkala xolamda ham ortiqcha vazn bo'lgan, hamma shu tug'ruqdan keyin, va ular ham mahsulotni iste'mol qila boshlashdi. Ya'ni onam уже mustaqil hamkorga aylandilar, chunki so'raganlar ustozlardan, men bu mahsulotni iste'mol qilishim uchun, arzonroq iste'mol qilishim uchun, oila a'zolarim bilan iste'mol qilishim uchun nima qilishim kerak degan savol bilan murojaat qilganlarida ustozlar maslahat berganlar. Ya'ni o'sha paytda distribyutor, ya'ni hozirgi mana kungacha bu marketing saqlanib qolgan, boshida 25%, 35%, 42%. Bu marketing plan bo'yicha bizda akademiya darslar bor, onlayn tarzda ham. Bu hozir ayniqsa karantin davridan keyin juda ham qulay bo'ldi. Men bor uzr, odam ko'p gapirsa. Kimdan so'raydi. Lutchi hozir men nima deydi, eng zo'r o'zim uchun o'ylab topgan napitok bu gazirованный mineralli suvga aloe, ya'ni klassik mango aloesini qo'shsa, endi shunaqangi napitok bo'ladi. Men yaxshi ko'raman. Hali koktelimni ham ichib tugatmadim, chunki juda ham to'yimli, bilasizlar. Kim ichib ko'rgan bo'lsa, yagodni kokteyl bilan plus drink mix qo'shganman, juda ham to'yimli bo'ladi. To'qlik hissini beradi. Xullas, yozishni boshlaganlardan keyin, natijani ko'rishgandan keyin mustaqil aylandilar va ya'ni biznes Toshkentda stajyor sifatida o'zlarini ustozlarini yonida ish o'rgandilar va eng birinchi Qarshi shahridagi klub onam ochishga qaror qildilar. Chunki xolamlarni nimasi bilan, ya'ni keling shu yerda nima deydi, o'zimiz yurtimizda, o'zimiz tug'ilib o'sgan joyimizda boshlash kerak. Chunki o'sha payt 2010-yilda hali Herbalife klublari yo'q edi Qarshida. Eng birinchi o'sha Shveni fabrikani yonida onam bilan как раз yoz edimi? Yoz edi. Yozmas edi. Xullas, bunisini onam aniq biladilar. Yo'q, kuz payti. Men u paytda уже o'qimas edim, ya'ni o'qishga topshira olmadim va birgalashib Qarshiga keldik. Joy topdik va klubni ochdik. Klubda nima bor edi? Klubda o'tiradigan joy, kuler suv bilan, narigi ichkari xonasida blender, kokteyl, ya'ni ertalabki klublar sistemasi. 2010-yilda mijozlar kelar edi. Biz yaponskiy analizatorimiz o'sha planetada tana vazndan tashqari yana 9 ta ko'rsatkichni ko'rsatardi.
yog', suv, mushak massa, ichki yog'larimiz foizida ko'rsatib beradigan mana shunday bizni eshitib turolmiz asbobimiz. Kelgan insonga tavsiya qilardik, konsultatsiya bepul edi, aytardik, xohlasangiz keling, ertalabki nonushtani birgalashib qilamiz. Ya'ni aloe choy kokteyl, bazaviy programma, aloe choy kokteyl. Endi o'sha paytda Qarshida ham bunaqangi klub deb, ya'ni klub bo'lmasdi, insonlarga shu jihati ham nima deydi, kerak edi. Aynan bilamiz, kichkina shahar, biror bir yangi joy ochilsa, albatta boramiz, ko'ramiz, tanishamiz. Bu klubda ertalabdan kelasiz, sizni sog'lig'ingiz bilan qiziqishadi, sizni vazningiz bilan qiziqishadi, sizga kokteyl, choy, aloe tayyorlab berishadi. Juda ham ajoyib davrlar bo'lgan. Xullas, onamni klublarda men stajyor sifatida 2010-yildan beri bo'lganman. Onam o'qishlarga ketganlarida, men hali u paytda 18 yoshga to'lmagan edim. Ya'ni kontraktim yo'qdi. Men faqatgina yordamchi sifatida, stajyor sifatida, ya'ni ish o'rganuvchi sifatida bo'lganman u paytda. Va 18 yoshimga albatta kontraktni menga hadya qilganlar onam. Ya'ni ustozim meni onam. Keyin o'qishlarga ketganlarida sistematik darslar, обучениялар bor. O'sha payti katta ustozlar, o'sha SNG davlatlariga yoki boshqa chet elga ko'chib ketgan ustozlari kelib, har oy yoki har 3 oyda o'sha o'zlarini sistematik o'qish, ya'ni malaka oshirish darslari bo'lardi. Ketganlarida men qolardim klubda, yangi mijozlar kelardi, tanishardik. Xullas, natija ham bo'lardi albatta. Chunki Girboyev mahsulotini iste'mol qilib turib, konsultant nazoratida bo'lgan insonda albatta natija bo'ladi. Endi demak 2013-yilda turmushga chiqdim, 14-yilda farzandli bo'ldim. Menda o'sha ortiqcha vazn. Men endi o'z ichimdan bilardimki, что lishniy vес беременный homiladorlik davrida bu normal, и menga ozish spokойно. И o'zimga hech qanaqangi to'siqlar qo'ymasdim ovqat borasida. Xohlasam yarim kechasi shaurma yegim kelardi, go'shtli samsa yegim kelardi. Xullas, qarshichasiga menyu bo'lgan. Dahshat. Go'sht, ishqilib yog'li narsalar, bez o'tkazini yaxshi ko'rardim, yer edim. Va bundan, конечно, xo'jayinim qaynonam xursand, что ishtaha yaxshi, zo'r. Baliqmi, jigarmi, xullas meni rosa boqishgan, yaxshi qilishgan. Allohga shukr, farzandim ham kattagina, yirikkina bo'lib tug'ildi. Va oqibatda qaradimki, menda lishniy 20 kilogramm paydo bo'lib qoldi. Paydo bo'lib qoldi qayoqdan? Osmondan emas, yoki men homiladorlik paytimdan emas-da, homiladorlik bir qanaqadir bir nima emaski, что insonni semirdi. Maksimalniy homiladorlik davrida semirish bu 10 kilogramm ekan. Men shuni keyin bildim. Menda esa xullas juda ham qiziq bo'lgan. O'g'limiz tug'ilish davri ham avgustda tug'ilgan, 24-avgustda. Endi vrach mutaxassislar sizga nimani qo'yadi, muddatini qo'yadi. O'sha avgustning oxiri 28-sanalarda deb aytishgan. O'sha momentda onamda o'qish, ya'ni chet elda, Minsk, Belarusiyada, Minskda Ekstravaganza degan tadbir bor. Butun SNG davlatlari, butun Girboyevdagi o'sha hamkorlari nimaga chet eldagi bitta nimaga borib, ya'ni o'sha Minsk, Belarusiyada, ya'ni Belorussiya Minsk shahrida bo'lgan Ekstravaganza yig'ilish tadbiriga ketishlari kerak. Onamda, endi onam Toshkentda, men Qarshidaman. Shuni telefon qilib so'rardilar, nima man borsammi, bormasammi? Chunki onamda o'sha organizatsiya bor. Onamda shogirdlari tug'ildi. Mana shu yillar mobaynida 2010-yildan beri o'sha 14-yilgacha 4 yil mobaynida shogirdlari o'sha, ya'ni shu yo'ldan yurishni istagan insonlar bor. Bu komandani, ya'ni birga jamoani tashlab bo'lmaydi. Bu narsa, ya'ni lider bunaqa sabablarga ko'ra
Endi kimdadir boshqacha tushuncha bo'lishi mumkin, lekin bizada man tushunaman bu narsani. Ya'ni ham man bilmayman qachon tug'ilishim, xudo biladida. Deylik, onam o'sha 26 avgust kuni qaytishlari kerak edi. 5 kun bo'ladigan bo'lsa, где-то 20-larda, 21-larda ketishlari kerak. Keyin aytdim, aya dedim, ну, конечно, bu nimani qo'riqlab o'tirasiz? Tug'iladigan nima tug'iladi, все. Ana shunday nima bilan mayli hop deb ketgandilar. Keyin kunlardan bir kuni o'g'lim tug'ilgisi keldi. 24-avgust kuni tug'ildi. Aytganimdek, mendan jarrohlik amaliyoti bilan, ya'ni kесарево сечение yo'li bilan farzandim olingan, chunki juda ham yirik bo'lgan, men qiynalganman. Oxir oqibat vrachlar aytishganki, shu jarrohlik yo'li bilan olish kerak, aks holda qiyin bo'ladi keyin. Xullas, farzandim tug'ildi. Mana shunday kattagina hisob qilinglar, 4 kilo 200 grammli bo'ladi. Qancha standart bo'yicha normada 3 kilo 200, 3 kilo 500 gacha bo'lishi kerak. Bo'lgandan keyin Telegram bor edi. Eng birinchi chiqqan nima ijtimoiy tarmoqlardan Telegram bor edi. O'sha paytda Telegram orqali men onam bilan aloqadamiz. Rasm jo'natdim. Birinchi chaqaloq rasmi. O'zimni ham jo'natganman yonida. Onam keyin aytib beryapti o'zlaridan o'sha kechinmalarini, xullas kalom shunaqa onlayn tarzda nevaralarini ko'rsatganman. Endi sabrlari yetmayapti. 26-da qaytish kerak. Boshqada yana Qarshiga 5 soat yurish kerak. Xullas keldilar. Onam keldilar, chiroyli Belarusiyani nimasidan, matolaridan qilingan nimalar, детский xullas kiyimchalar va Овсяный яблочный напиток. O'sha yili Овсяный olma suli ichimligi O'zbekistonga hali kirmadim. Xullas Belorussiyadan menga olib keldilar. Men уже роддомda aloe choy kokteyl, Овсяный яблочный напиток olib kelganlar. Men ichishni boshladim. Chunki undan oldin men mahsulot ichib yurganman. Aytganimda 9 oy davomida ham har doim onam menga mahsulot jo'natardilar. Keyin yani turmushga chiqqandan keyin men bu ish faoliyatimni, ya'ni onam Toshkentga qaytib ketganlaridan keyin men klub qilib ishlamaganman. Ya'ni o'sha davrda, onam bo'lgan davrda ishlaganman. Onam davrida ishlaganman-da, undan keyin turmushga chiqqandan keyin ishlamaganman klub sistemada ayniqsa, lekin o'sha distributorlik nimam bor, ya'ni kontraktim bo'lgan. Va mahsulot icha boshladim. Roddomda 10 kun qoldim. Chunki nima operatsiyadan keyin baribir shifokor nazoratida bo'lish yaxshiroq edi. Va mani nima shifokorim kelib ko'rardilar, palataga kirganda turardi. Bekir aloe choy kokteyl, Овсяный яблочный напиток. Keyin nima bu deyapti. Aytdim, Gerbalayev, shunday. Narsa demadim. Aytdim, ichasizmi mana Овсяный яблочный напиток bor? Olma suli ichimligi. Juda ham приятный, sokka o'xshaydi. Berdim vrachga. Chashkalariga tayyorlab berdim. Ertasi kuni keladilar. Siz menga nima berdingiz deydilar. Yo'q, hazmni yaxshi qilar ekan. Shu dedim, o'zi asosiy maqsadim shu, kletchatkaga boy hazm sistema, turbo ichimlik очищение qiladi. Shunday deb u yerda konsultatsiya. Men deydilar, shu oilamga men tavsiya qilishim kerak, chunki unda har doim qabziyat qiynaladi. Aytdim, shuni hazm sistemasi yaxshi emas. Bo'ldi, xo'p, mayli. Xullas, mana shu 10 kun mobaynida roddomda aloe choy kokteyl, obedga uydan ovqat berib yuborishardi. Bu issiq, jazirama issiq yoz bo'lishiga qaramasdan issiq choy ichardim. Issiq, ya'ni xona haroratida, bilamiz, tug'ruqdan keyin baribir odamda tartib, intizom bo'lishi kerak, nima yeb ichayotganiga. Mana shu tarzda yana aytib o'tishim kerak, balkim endi bilmadim, men shu Gerbalayev yordamida deb o'ylayman. Ayniqsa, ya'ni emizish, farzandni emizish, sut bilan emizish. Men
o'g'lim 1 yosh 3 oylikgacha ya'ni qo'shimchasiz. Endi qo'shimcha 5 oydan keyin kasha pasha berilardi-yu, lekin aynan sut o'rnini bosadigan boshqa qo'shimcha ozuqa bermaganman. Kokteyl berganman. Eng birinchi mana 6 oylik bo'lgandan 5 oylik hozir esimda yo'q. Qizda butilchkasiga qovunli kokteylni nima qilib berganman? Ichdi. Bir qoshiq qilib, qani na proba deb. Ichdi maza qilib. Keyin o'sha butilchkasiga suv bersam, qovun nimani qovunli kokteylni ta'mi uradi-ku mana nimasiga, rezinoviy krishchkasiga. Yig'layapti-da, menga bilasiz-ku bolangiz yo'q, xohlamaydi, boshqa narsa ber degan deydi. Bunda ana shundan keyin men onamga aytdim, aya bu dedim, bu kokteyl o'zi ta'mini bildi, bunga kokteyl kerak. Kokteyl xohlayapti deb. Xullas mana shu zaylda boshlandi yana mani ozish protsessi. Manga bir turtki bo'lgan bir, ya'ni ozishim kerak degan fikrga kirgan nima bu? Bilamiz, jarrohlik amaliyotidan keyin qorinni boylash mumkin emas, qorin chiqqan bo'ladi. Operatsiya menda ham deylik sal yuqoriroq o'sha nima qilingan, kesilganda o'sha joyda xuddi bir qavat nima deydi, balon безопасности bo'ladi. Ana shunday ko'rinishga ega edi. Yani xolamlar ko'rgani kelishganida xolam aytdilar, deydilar, men xalatda endi tursin. Xolim deydilar, endi u payti menda bo'ldi-da birinchi jarrohlik amaliyoti, chunki boshqa yaqin nimamizda bo'lmagan hech kimda-da kesareva degan narsani. Keyin qornim shunday, mumkin emasmi deydilar boylash? Yo'q, operatsiya qilingan. Qorin xuddi bir 5-6 oylik homiladordek bo'lib ko'rinar ekan operatsiyadan keyin dedilar. Ana shu miyamga qoldim. Dedim, nahotki shunday qorin bilan qolib ketsam, menimcha hamma tug'ruqdan keyin, даже oddiy tug'ruqdan keyin ayollarimizda tug'iladigan savol, qanday qorin chiqib qoladi-da. O'sha menga bir конечно, переживать qilamiz turmush o'rtog'imiz oldida qanday ko'rinishda bo'lamiz, chunki eng yaqin insonimiz ular bilishadi-da, qorin sohasida bo'lgan qorin kesilgan, mana bu ilmiy jihatdan yer dumaloq deydi-ku. Mana shu baribir o'rnashib qoladi, mana shu xavotir, qo'rquv-da, yopishqoq fikr. Bir tarafdan bu shunaqa bo'lgani yaxshi, ya'ni men o'zim men bechoraman, men operatsiya bo'ldim, meni hamma yaxshi ko'rsin-da, meni hamma nima qilsin degan fikr bo'lmagan. To'g'risi, ya'ni o'zimga nisbatan bir rahm istamasdim, o'zimga nisbatan rahmim xohlamaganman. O'zim mana qo'limda instrument bor, menda gerbalat bor. Odamlar shuncha odamlar ozgan, onam ozdi, men bilaman 90 kilo bo'lgan inson ozdi, xolamlar ozdi, bu xolamlar nima uchun men ham ozaman deganman. O'shandan beri boshlandi menda, ya'ni ozish jarayoni, protsess роддомdan beri boshlandi. Aytganimdek, ertalabki завтракim kaloriyachi kokteyl, suv rejimi обязательно. Kecha men bitta singlim bor, yaqinda farzandli bo'lgan, aytdi-da, opa, men suv qanaqa ichishim kerak, ya'ni qay miqdorda ichishim kerak, ham qornim chiqdi mana nimadan keyin, tug'ruqdan keyin debda. Bu qizlar bitta narsani biz bilib tushunishimiz kerak, что bu bir oyda yoki qaysidir qisqa muddatda bo'ladigan bir raz effekt emas. Tashkilot mahsulotlarini ichishni boshlagan insonlar uchun bu tushuncha berish, bir oyda faloncha ozasan, bir oyda qismatoncha ozasan deb garantiya berish noto'g'ri. Chunki har bir insonning organizmi individual. Agar siz moddalar almashinuviga bog'liqda, bu avvalgi o'sha sizni yashash tarzingizga, ya'ni turmush tarzingizga, ovqatlanishga, sizni uyqungiz qanaqa, sizni kun davomidagi aktivligingiz qanaqa, hammasi birlashgan holatda mana shu bir nimani kartinani keltirib chiqaradi. Ana shu paytda menda ya'ni asosiy nimalardan biri, talablardan biri o'zimga tug'ruqdan keyin jarayoni bu to'g'ri ovqatlanish, ya'ni xamirli ovqat iste'mol qilmas edim. Nonni ko'p miqdorda iste'mol qilmasdim. Отказ qildim deyish mumkin emas. Lekin iste'mol qilardim, lekin kerak norma miqdorida.
hozir vaqtimiz yana bir 15 daqiqa yakunlayman, chunki boshqa ishlarimiz bor. Va mana shu tarzda suv rejimi обязательно. Ya'ni o'zimizni hozirgi vaznimizni ko'paytirishimiz kerak qizlar. Deylik, hozir kalkulyator hisoblab olsam, mana bugun aytdim-ku, vaznim hozir 63-700 bo'ladigan bo'lsa, 63-700 ni ko'paytiramiz 40 ga. 40 degani bu bir kilogramm massaga 40 milligram suv hajmi kerak bo'ladi. Ya'ni 63-7 ni 40 ga ko'paytirsak 2,5 48, 2 litr 548 millilitr man suv ichishim kerak kunlik. Man 3 litr ichaman stabil. Keldim. 10-15 minut. Bak. Hocam kabinetlarni egallab o'tiraman. Va suv rejimi, ya'ni tushuntira oldim deb o'ylayman. Hozirgi vazningizni siz 40 ga ko'paytirishingiz kerak. Qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi, bu juda muhim. Chunki yozdan ko'ra qishda ham bizni organizm moddalar almashinuvi uchun, sovqatmasligimiz uchun, mana shu termal regulyatsiya uchun suvning ahamiyati katta. Va bu ne только tanamizda faqat harorat uchun, hamma protsesslar uchun. Chunki suv bu transport vositasi. Hujayralarimizga ozuqani yetkazish uchun yoki hattoki bitta ichgan dorimiz manziligacha yetish uchun tanamizda suv miqdori normada bo'lishi kerak. Ko'p ham emas, kam ham emas, normada. Ozish protsessida esa bu juda ham deylik 1 litr ko'proq bo'lishi mumkin. Men ertalabdan hozirgacha mana ob'yom 500 bo'ladigan bo'lsa, xona haroratidagi yoki issiqroq qilib, men shunchalik уже issiq nimaga o'rgandimki, aloyni konsentratini qo'shib ichaman, uni ketidan, ya'ni srazu choy. Shuning uchun haligacha icholganim yo'q, chunki choy suvlardan keyin kokteyllarimni ichib, уже to'yinishisi bo'ladi. Hamma protsesslar boshlanadi, ishga tushib ketadi. Suvni ahamiyati shu ertalabdan, ya'ni juda ham muhim, hattoki 1-1,5 litrgacha bemalol och qoringa ichishingiz mumkin. Lekin bu metodni kechasi uyqudan oldin qilish kerak emas yoki peshindan keyin deylik o'sha 6-7 dan keyin o'sha ko'p suv miqdorini mana shunaqa qilib ichsak, bu ertalab vashi achok bo'ladi. Shishib uyg'onamiz. Birinchidan, ikkinchidan bu bizni nimachalarimizga, pochka faoliyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni kechki payt suv ichish. Ertalabdan uyg'onganimizdan keyin nazorat hamma protsesslarni ishga tushiradi. Hatto o'sha kechasi biz uxlaganimizda bizni tanamiz biz kun davomida yeb ichganlarimizni nima deydi, joy-joyiga, ya'ni kechasi uyqu mobaynida o'zi protsess jarayon kechadi. Biz vaqti uxlaymiz deymiz, lekin organizm shunaqangi ishlab beradiki, hamma o'sha kun davomida mikro, makro elementlar, vitaminlarni berdimi, bermadimi, hammasini sarf hisob qiladi. Va bu tartibda deylik, siz agar ratsioningiz faqatgina uglevodlardan, yog'lardan, harakatsizlikdan, suv kamligidan iborat bo'lsa, hamma protsesslar nima deydi, cho'ka boshlaydi, ishlamay qoladi. Bilamiz, bir joydagi suv kelmay qolsa-da yoki hamma narsa nimasiz, nima ahvolga keladi, nochor ahvolga keladi. Bu, конечно, inson organizmida birdaniga bilinmaydi. Yillar o'tgan sayin 25 yoshdan keyin yoki 20 yoshdan keyin bu narsa sezila boshlaydi. Hozirgi kunda esa bu ortiqcha vazn muammosi не только там 18+, undan oldin ham afsuski bu holatga duch kelyapmiz. Mayli, bu mavzuni ikkinchi mavzu qilib boshqa translyatsiyada qilamiz, chunki vaqtimiz yo'q, reglament bo'yicha bo'lishi kerak. Demak, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat. O'zimni ozish jarayoni boshlanishi sababi shular haqida aytib o'tdim va eng asosiysi, ya'ni hozir yaqinda ona bo'lganlar uchun yoki ko'p farzandli onalar uchun, ya'ni sizni avvalgi holatingizda bo'lishga harakatingiz bu birinchi qadam va bu birdaniga tezda darrov bo'ladigan jarayon emas. Buning uchun ozgina sabr, toqat, buning uchun
fikrlab, o'ylab, o'qib-da hayotimizda tatbiq etsak, o'shandagina foyda bo'ladi. Вот. Пока что shu joyda to'xtatamiz o'rtoqlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, albatta shu translyatsiyani agar saqlab qola olsam, tagida qoldirishinglar mumkin va keyingi translyatsiyalarda, audio chatlarda o'zlaringiz ham ishtirok etib, jonli audio yoki video formatda fikr almashishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga xayrli kun.